Akalar 200 litrli bitta mishalga olib kelib qo'yganman do'konimga. Meni shunaqa ustalarim bor, to'pli pol tortadigan ustalarim bor. To'pli pol tortilgandan keyin обязательно o'z degustachiyasini quyishadi. Endi boshqalarga quydirsangiz ham bo'ladi, lekin o'zi ash ustalar to'pli pol tortgan ustalarga quydirsangiz, aka, yaxshiroq bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, qanaqa holatda, qayerini bosib yurish kerak, shunaqa holatlarni o'zlari bilishadi. Shuning uchun обязательно iloj bo'lsa, Sanjayning ustalar men o'zim quyaman deydigan bo'lsa, quydirganingiz yaxshi. Yo, agar siz ham aka usta bo'ladigan bo'lsangiz, stechga quyadigan usta bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol murojaat qilaverasizlar o'rtoqlar. 200 litrga olib kelib qo'yganman. Narxi gap bo'lishi mumkin emas. Pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar.